bizni kuzatuvchilar, videomiz o'chib qoldi, uzr so'rayman. Akani tobi qochib qoldi, o'z qo'lim, oyog'im qaltiramay ish qilishni bilmadim. Alloh rozi bo'lsin yanga sizdan. Bir sapilga yangam ikkovlab urib, akam o'z holiga keltirdi. Bu sharoitda yashash juda qiyin o'zi, lekin yangadan ham Alloh rozi bo'lsin. Qaranglar, pachka dorilar. Uncha har kunligiga shuncha dori olaman, bilmayman. Iltimos sizlardan o'zim uchun hech narsa so'ramayman. Shu aka uchun yordam qilingizlar. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Shu yanga bilan qo'sha qarab, bolalarini rohatga ko'rib bersin. Amin deylar. Hammalaring duo qilinglar. Shu insonlar bilan baxtli yashasin. Chiroyli uylar qilib, bolalarini chiroyli to'ylar qilib. Yaxshi bo'lib qoldingizmi aka? Akani ham ko'p hayajonlantirisham, san noqulay ekan. Uzr so'rayman. Aka sizdan ham qo'llab-quvvatlayotgan obunachilarimizdan videomiz ko'proq tarqalish uchun tarqating. Alloh rozi bo'lsin. Hoji onalar, hoji buvalar, duo qilinglar, akalar, opalar, singillar, musofirdagilar, shu inson uchun, bolalar uchun. Shu uy joyini so'ramayapti bu yangamiz. Erini shifo berish uchun qo'llaydan kelgancha mana shu kartalar qo'yib borgan kartalarimizga befarq bo'lmay, o'zlaringizdan qolar gap yo'q. Ko'nglaringga necha pul solsa, necha pul shu insonlarga ataganlaring bo'lsa, ehson qilinglar. Shu oila uchun, shu bir bolalar, mana misol bolalarimiz yetim bolalarga yordam qilamiz-ku. Shu bolalar yetim bo'lmasinki, otasini o'zi aqliga aravasini tortib ketsin. Yosh Alloh dardiga shifo bersa, sizlar sababchi shu bolalarning ko'zidan yosh oqmaydi. Qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Rahmat hammalaringni, bizni kuzatib boruvchilar. Shu kartalarimizga befarq bo'lmay, inshaalloh qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Yangam o'zi mana kartasini yana bir marta jonli aytadi. Biz qo'yganimiz bilan bir hoji onalar bu kartalarni qo'yganimiz tushunmaydi-da, kinoya ovozlaysa shu videodan eshitib olib, ehson qilayotgan onalarimiz ham bor. 4073 4200 7770 0551 Sharofat Hasanova o'zimni karta. Iltimos yordam qilinglar. Ularga nomerlaringizni ham aytib keting. 052 24 82. Hammalaringni Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'linglar. Ertadagi videolarimizga ko'rishguncha yaxshilikda Nash akamizga duo qilinglarki, ha aytgancha obunachilarim, qancha komment yozsalaringiz, akamiz shuncha xursand bo'lib yotgan joylariga shularni o'qib, sizlarni duo qilib yotibdi. Aka, zerikmayapsizmi kommentlarni o'qib? Hammalaridan Alloh rozi bo'lsin. Hammalaringga rahmat. Yaxshi, Alloh rozi bo'lsin. Mana shuncha dorilar har kuni hech kim boshiga tushmasin. Qo'llab-quvvatlayotganlar, sizlarga oldindan rahmat. Ehsonda bardavom bo'lamiz. Qilgan ehsonlarimiz jannatlarda boshimizga soyabon, oldimizga dasturxon bo'lsin. Shu oilani baxtli yashashiga, shu inson yolg'iz qolmasligiga, bolalar otasiz qolmasligiga sizlar yordam qilmasalaring bo'lmaydi. Avvalo duo ham qilib qo'yingizlar. Rahmat. Aka, kichkina qizingiz sizni juda yaxshi ko'rar ekan, boshqacha mehr qo'ygan ekan. Ismlari nima qizingizni? Qizimning ismi onamning ismini qo'yganman, Gulsara. Gulsaraxon sizni juda yaxshi ko'rar ekan, uning orzulari ko'p ekan. U bilan shunday gaplashib, boshqacha bo'lib. Gulsaraxon keling qizim. Qani dadasini yaxshi ko'rar ekan, dadasini bitta ochamlasinchi qizim. Voy xudojonim. Ey Allohim, shu qizchaning orzularini amalga oshtir. Shu akaning dardiga shifo bergin. Qizim, obunachilarimizga nima deysiz? Ayting qizimjon. Qizim, nima orzularingiz bu? Ayting qizimjonim. Gulsara qizim, qalaysiz? Zo'rmisiz? Dadajon duo qilib qo'ying. Mana obunachilarimizdan so'rang. Dadangizga nima yordam bersin? Ayting.
Opalar, atalar. Opalar aka yordam beradi, dadam sog'ayib ketdi. Bizam yangi o'g'il yaxshi bo'lib ketadi, ana. Ha, qizim, nima orzularingiz bor? Ayting. Sizga nima olib kelay? Nima olib beray sizga? Qizim, nima olib beray? Dadam yaxshi qilib beradi. Allohim yaxshi qilar. Xudojondan siz duo so'rang, siz dadajoningizni oldiga borib, dadangiz bitta ocham qilib, dadangiz duo qilib qo'ysangiz, Xudo xolasa, dadangiz yaxshi bo'lib ketadi. Shu bolajonimni orzularini amalga oshiringlar. Iltimos sizlardan. Hoji otalar, hoji onalar, akalar, opalar. Qizim, endi duo qiling. Dadangiz oldiga turib duo qiling. Ha, dadangiz oldi. Dadam sog'ayib ketdi. Yordam beradi. Bizam sog'ayib ketadi, ana. Rahmat qizim.